Assalomu alaykum gruppa. Assalomu alaykum YouTube kanalım ko'rarmanlari. Mana o'sha Urg'och it 14-yili algan edim-de buni. Bir küçük tug'an edi. 11 yıldan beri bizning uyda qo'rg'aydi o'sha. Qarovul qo'y. Endi jasida barib qoldi. O'sha beni itim. Mana o'sha Urg'och itim. Qarovul it qo'y. Saq. O'ta saq it. Qo'yandarni qarovullaydi. Sog' salomat bo'lingizlar.